Lokomotiv Navbahor. Lokomotiv bu o'yinda ustunligini kutgan edim, lekin baribir Kapadze va u tuzgan jamoa sekin Paxtakor Neftchi bilan talashib yuribdi. Ular sekin bildirmasdan 3 ochkosini yig'ib tepada turishdi, gap yo'q. Lokomotiv Navbahor 0-2. 0-2 Lokomotiv Navbahor. Birinchi bo'limimizda shu o'yin taqdiri hal bo'ldi. To'g'risi Navbahor imkoniyati biroz bo'lsa ham yuqoriroq edi, lekin Lokomotivga ham ishonch bor edi. Chunki Lokomotiv birinchi bo'lib Neftchi jamoasini o'sha gol o'tkazib yubormayotgan seriyasini buzgan edi. Birinchi golni kiritgan Temurxo'ja Abduxoliqov masalan. Keyin bo'lib ham o'sha ketma-ket dastlabki 2 turda g'alaba qozongan edi. Yaxshi kelayotgandi jamoa, lekin o'zini maydonda bilmayman, balki o'sha Vanya Ilichcha 3-daqiqadayoq hisobni ochib qo'ygani Lokomotivni o'sha relslardan chiqib ketishiga sabab bo'ldimikan? Va undan keyin ketma-ket o'ziga kelmasdan turib 16-daqiqada terma jamoamizga yana bir nomzod futbolchi Ruslanbek Jiyanov tomonidan kiritilgan gol birato'la o'sha jamoani ko'mib qo'ygandek bo'ldimi? To'g'ri qaytish mumkin, 0-2 bu mag'lubiyat emas. Bu narsani Bunyodkor jamoasi isbotlab berdi Sog'diyonga qarshi o'yinda, lekin bilmadim, balkim o'sha irodani Lokomotiv futbolchilari o'zi topa olishmadimi? Bugun bir narsa o'qidim, o'sha Lokomotiv jamoasini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi yozgan. Demak, bu o'sha matbuot xizmati tomonidan kirib masalan rahbari yoki boshqa muxlis yozib qo'ymaydi. O'sha matbuot xizmatidan yozilgan. Bizni g'alabamizni o'g'irlashdimi? Bir narsa shunaqa ma'noda yozilgan. Endi bilmayman nimaga asoslanib aytilgan bu. Hakamlar ulardan penaltiga asoslanib. O'sha penalti vaziyatimi? Bilmadim. Har holda shunaqa fikr bildirildi. Navbahor o'zini maydonda o'ynamayotgan jamoalardan biri va bo'lib ham Navbahor muxlislari, mana shuncha muxlisi bor-ku, shuncha muxlisi bo'lib turib, 12-muxlislari bo'lib turib, o'zini muxlislari qarshisida o'ynayotdi. Kamida ikkinchi davrga shu holat bo'ladi. Timur Kapadze aytdiki, o'zimiz maydonda o'ynamayapmiz, lekin shunday bo'lsa, neytral va mehmondagi o'yinlarda yaxshi o'ynab ochko to'plab boryapmiz. Paxtakor ham aytdi-yu. Yagona mag'lubiyat taqdim etdi shu o'yinda, garchi o'sha qorli, muzli maydonda o'yin o'tkazib. Navbahorga baribir o'yindan oldin imkoniyatlarini 60ga 40, 55ga 45 mana shu atrofida, 60ga 40 emas, 55ga 45 atrofida imkoniyatini ko'proq baholadi. Baribir berotdim. Va tezkor goldan keyin yana ham oshib ketdi. Chunki tezkor goldan keyin baribir bunaqa holatda masalan Sog'diyona bilan Bunyodkorga o'xshagan holatda juda ham kam takrorlanadi. Mana comebacklar juda ham kam bo'ladi. Bo'lib ham raqibi Navbahor bo'lsa, Lokomotiv Navbahor, Timur Kapadze yaxshi jamoa shakllantirgan. To'g'ri, unaqa yulduz futbolchilari yo'q, lekin yaxshi murabbiy, yaxshi jamoa shakllantirgan va uni isbotlaydigan jihatlari ko'p deb baribir. Timur Kapadze shuncha yaxshi ishlayapti murabbiy. Navbahor g'alaba qozondi, menimcha haqli ravishda g'alaba qozondi. 2 farqi bilan menimcha anaqa bo'lmasa kerak. Bir narsani aytib o'tish kerak. Timur Kapadze jamoani Nodirxo'ja boya aytib o'tgandek, har turma-tur rivojlantirib boryapti va o'yinni tizginni qanaqa boshqara olish, kerakli nuqtada o'zini qanday tutish, jamoa kerak paytda misol uchun himoyaga o'tyapti, hujumga o'tyapti, qarshi hujumlar bilan. Va yana bir Timur Kapadzening hozir ustunlik tarafi aynan mavsum boshida biroz qiyinchilik bo'lganda, aynan legionerlar borasida. Hozir legionerlar aprel oyida mana uyg'onish davriga bo'lib qoldi hozir. Kerakli nuqtada va kerakli samaradorlik bilan o'ynata olyapti aynan o'sha legionerlarni. O'sha legionerlar ko'p keldi, lekin mana shu Turkiyaga gapingizda bo'ldim. O'sha Turkiyadagi o'quv mashg'ulot yig'inlari paytida 2-3 o'yinga bordik-da jamoani. Timur Kapadze birinchidan otalari ham bor. Otalar bilan suhbatlashdik. O'g'limga juda ham qiyin. Chunki Indoneziya varianti ham bor-ku, terma jamoada borib ham keldi, uchrashib ham keldi. Shunchaki sayohat ham deb ko'rdilar. O'ta sayohat bo'lmagan, chunki o'sha Inter oldingi xo'jayini bor-ku. Hozir ham shu prezident shekilli, haligi indoneziyalik. O'shalar bilan borib uchrashib kelib boshqa qildi. Nima aytmoqchi bo'lganim, juda ham kech qabul qildi jamoani. Qisqa fursatda shakllantirishga ulgurdi. O'sha Turkiyadagi yig'in davomida siz aytgan legionerlarning juda ko'pchiligi kelib ketishdi-da. O'sha kuni kelib bitta o'yin ko'rib turib, javob berib o'rgan paytlari ham bo'ldi-da. Nimaga unaqa bo'lsa, yo'q, ko'rdim, o'yinga tushmaydi, falsafasi to'g'ri kelmayapti bizga bu legionerlar. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, qiyin vaziyatda juda qisqa fursatda jamoani qabul qilib olib, mana shu darajaga hozir olib chiqayotgan ekan, albatta Kapadzeni nahorat etsa ham bo'ladi va ko'p jihatdan o'sha
foiz jihatdan muvaffaqiyatlari nimasi Kapadze bilan bog'lanyapti. Men o'ylaymanki, agar shu tempda yana shu jarayon davom etsa, aynan Timur Kapadze ikkinchi davrada ham mezbonlik faktori, ya'ni uy o'yinlariga qaytadi Navbahor va hamda ikkinchi davrada yana ayrim nuqtalarni baribir to'ldiradi Timur Kapadze. O'zi har o'yinga kamchilik tomonlari to'lib boryapti, balki xatolarni to'g'rilab borishyapti, kuchayib boryapti, rang-baranglik bor. Yana unda baribir chempionat davomida murabbiy sifatida imkoniyatlari bor, o'yinchilarni jalb qilish, unda ustunlik bor. Baribir Timur Kapadze qisman bo'lsa ham aynan o'yinchilar ichida balkim juda ham yaxshi ichida bilmasman. Misol uchun futbolchilar ichida shu brendga aylanib bo'ldi Timur Kapadze deb o'ylayman. O'zi va shaxsan o'zining taklifi bilan ko'p o'yinchi o'zgartirishi mumkin qarorlarini.